Bugun sizlar bilan Erizon supermarketimiz orqa tarafidagi taxta va metal bazasi mahsulotlarini ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasam, go. Xo'p, birinchi bo'lib sizlarga lokatsiyasini tushuntirib o'taman. Lokatsiyasi Erizon supermarketimizning yonida taxta va metal bazasi. Shuni orqa tarafida bo'ladi. Endi esa ichindagi mahsulotlarni ko'rib chiqamiz. Kirib kelaverishimiz bilan bizani shunday katta ob'yomdagi assortimentdagi taxta va metallar kutib oladi. Bizda pol uchun, shipur uchun har qanday taxta, rekalar, yoqda stanoklarni ko'rsangiz bo'ladi. Bundan tashqari har xil shipur uchun, pol uchun qo'yiladigan taxta mahsulotlari asosida bo'ladi. Assortiment xullas aytadigan bo'lsam juda ko'p. Birma-bir ko'rib olaversangiz bo'ladi. Narxlarini aytmadim-ku deyishlaringiz mumkin. Narx har kuni o'zgarib turadigan narsa bo'lgani uchun narxlarni ayta olmayotganmiz. Lekin men ekranda nomerlarni qoldirib ketaman. Bemalol bog'lanib, narxlarni bilib olsangiz bo'ladi. Chotki narxlar deb beradilar agar YouTubedan ko'rib keldik desangiz. Toza paket hali bular osilmagan taxtalar. To'g'ridan to'g'ri. Cherepov degan brend mana to'g'ri. Brend. Assortiment ko'p. Har xildan taxtalar bo'ladi. Akkurat ko'p taxtalar. Tarafda ochilmaganlar ham bor. Bu ob'yom katta xullas aytadigan bo'lsam, har xildan bor. Taxtalarni qaranglar, shuni. Har xildan taxtalar bo'ladi. Hozir endi sizlarga metal tarafidan metallarni ko'rsatib o'taman. Bundan tashqari har xil armaturlar, har xil razmerdagisidan bor. Istaganingizdan topsangiz bo'ladi. Bizda birinchi qo'l bo'lganimiz uchun hamma narsa arzon. Tarafda har xil turba, metal, listlar, profillar har xildan tafsilotlar bo'ladi. Har xil turbalar, har xil razmerdagisini sizlar istaganday aytib kasb bera olamiz. Bemalol kelaversangiz bo'ladi. Shiviller har xildan tafsilotlar bo'ladi. Bizda har xil yubka, qalin, rangli, rangsiz, har xil turdagi listlarimiz o'ralib taxlanib turibdi. Chotki narxlarda beradilar, xudo xolasa kelaverasizlar bemalol. O'ralib turibdi. Bu yoqda ikkitadan katta mahluqlarimiz bor bizning, stanoklarda chiqarib istagan razmerda qirqib bera olamiz ekan. Shu yerda ko'rib turgan hamma assortimentdagi taxta metal mahsulotlarini xalqimizga qulay taraflaridan birisi 3 oydan 12 oygacha halol muddatda to'lab olib chiqarib bera oladi ekanmiz. Ekranda nomerlarni qoldiraman, bemalol urib bog'lanib narxlarni bilib olsangiz bo'ladi. Videoga like bosishni unutmanglar.